Bu videoda meni qo'rqitib yuborgan Toshkent Land parkini sayohat qilamiz. Bu yerga kirishimiz bilanoq haqiqiy kuzgi atmosferani his qilishni boshladim. Oltin rangga belangan daraxtlar va yerdagi xazonlar umuman boshqacha atmosfera. Hojatxonaga esa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Meni e'tiborimni tortgan narsa qayiq orqali sayohat qilish mumkin bo'lgan zona. Bu yerga kirishimiz bilanoq hindular davriga tushib qolgandek bo'ldim. Ayniqsa mana bu haykallarga umuman gap bo'lishi mumkin. Bizni shaxtamiz ham keldi va unga chiqib sayohatni boshladi. Birinchilardan bo'lib bizni dinozavr avlodiga tegishli tumsoqlar kutib olishdi. O'ng tarafda esa qurollangan hindular. So'ngra chap tarafdagi qoya toshlarga tosh davrini eslatuvchi suratlarni ham tushirib qo'yishgan ekan. Begemotdan qochayotgan odamlar, hattoki g'orlar ham bor. Mana bu jonzotlarning nomini bilmadim-u, lekin suv tagidan chiqib yomon ham qo'rqitib yubordi. Undan ham qizig'i gorillalarga ham duch keldik. O'zi haqiqatan ham bu dunyoda gorilla bormi? Biladiganlar izohlarga yozib qoldiring. So'rashmoqchilar, lekin qo'lim yetmabdi. Va ona fil ikkita farzandi bilan bizni kutib oldi. Zebrani ovlashamiz. Otashar 3 ta xotini bilan. Shu multfilm, qaysi multfilm kim biladi? Eslaganlar bo'lsa, qaysi kinoda multfilmda chiqqan? Shunday qilib qayiqdagi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tushirish narxi esa kishi boshiga 30 ming so'm ekan. Va bundan tashqari dinozavr va hattoki bolalar uchun attraksionlar ham mavjud ekan. Ya'ni bitta horror degan attraksion bor ekan-u, lekin tushishga duxim yetmadi. Agarda kimdir tushib ko'rgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qanday joy bu? Bu videoni kim bilan bormoqchi bo'lsangiz, o'sha insoningizga yuborib qo'ying. Kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi sayohatimiz bundan-da qiziqroq bo'ladi.